Karishcha achchiqqina va shiringina sosiskali salat yeb ko'rmagan bo'lsangiz, shu videoni ko'ring. Buning uchun bizga sosiska bilan achchiq bo'lmagan qalampir kerak bo'ladi. Qizib turgan gazga ozgina yog' qo'shib, maydalangan chesnokni ozgina qovurib olinglar va achchiq bo'lmagan qalampirimizni solib, uni ham ozgina qovurib oling. 2-3 minut qovurib olganingizdan keyin sosiskalarni solib, yaxshilab aralashtirib, ozgina qovurib oling. 2 qoshiq so'yevый sos, 1 qoshiq shakar va 1 qoshiq asal qo'shsangiz juda ham mazali chiqadi. Va ozgina qora qalampirdan ham sevib olinglar. Va 2 kichkina qoshiqda quritilgan qalampir ham sovursanglar, ta'mi juda ham mazali chiqadi. Salatimiz tuzi pastga o'xshagani uchun ozgina so'yevый sosdan yana qo'shib yubordik. Hech narsa qilmasdan anqayib turganimga qaynonamni jahli chiqdi shekilli, issiq sosiskani og'zimga sovurdilar. Tabga qarab yana ozgina tuz qo'shib yubordik. Oxirida esa qovurilgan kunjut bilan ozgina kunjut yog'ini qo'shib yaxshilab aralashtirib olsanglar, salatimiz tayyor bo'ladi. Bu salatni guruch bilan maza qilib yesangiz bo'ladi.